Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan barcha yurtdoshlarimizga bugun yangilik bilan chiqmoqchiman. Ya'ni qanday yangilik? Bugungi mavzumiz 3-4 xil mavzu bo'ladi. Perigon nima? Misol, pogruşikda, ekskavatorda Xitoydan nima sababdan perigon qilib olib keladi, ya'ni haydab olib keladi o'zini xodi bilan. Trallerga yo bo'lmasa furaga ortmasdan olib keladi. Bundan sizlarga qanday zarar bo'ladi? Juda katta zarar bo'ladi. O'sha narsalarni keyin juda ko'p klientlarimiz aynan Yanmar ekskavator so'rayotdi. Yanmar ekskavatorlar biz olib kelyapmiz. O'shalarni nima qilib tushuntirib o'taman sizlarga. Keyin juda ko'p blogerlarimiz, bir-ikkita nima deyotganini o'zi bilmaydigan blogerlarimiz bor. Chunki bu blogerlarga nima pulini bersangiz, nimani ko'rsatsangiz reklama qilaveradi. Chunki bu sohani umuman tushunmaydi. Eng yomoni odam o'zini yo'nalishi bo'lmagan narsani da birovga nimanidir o'rgatish. O'zi bu deganim o'zi tushunmaydigan narsani birovga maqtanishi. Bir xil blogerlar hozir chiqib aytayapti. O'zbekistonda eng arzon deb. O'zbekistonda pogruşik ekskavator bo'yicha eng arzon bizning kompaniya hisoblanadi. Bizdan arzoni yo'q. Любой menejer, bizda aniq bu menejerlar, blogerlar kuzatadi. Spesitexnika sotuvchilar kuzatadi. Mana narxini solishtiringlar. Va ko'p odam aytayapti, 1 kubaliklarimiz 230 dan sotayotgandik, 220 qilib ber. 1,5 kubalikni 228 qilib beryapmiz. 1,5 kubalikni 6 tonnalik pogruşikni sizlarga $19,000 beryapmiz. Boshqa joylarda 22,000 sotilyapti. Bu nalichidagi narsani aytayman. Agar zakaz qilsangiz $17,000 olib kelib beramiz. 6 tonnalik konditsioneri bor, 1,5 kubalik kovushi bor. Turbina, bez turbina emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'p savollar bor. Hammasiga bittadan to'xtalib o'taman. Любой ekskavator deysizmi, pogruşik deysizmi, bizdan arzon hech kim sotmaydi. Любой joy bilan solishtiringlar. Yana qanday 1.8 bormi deydi. Hamma bor 1.8. 25,000 ga 1.8 ko'rganmisizlar? Yo'q, hech joyda sotmaydi, faqat bizda sotadi. Pod zakaz 25,000 dan olib kelyapmiz. Uje klientlarimiz zakaz berdi. Zavodda texnikalarimiz uje yig'ildi. Yaqinda yo'lga chiqadi, xudo xolasa. O'sha siz aytayotgan katta korobka, kichkina korobka deydi. Ko'plar o'zi razmeri bo'ladi har bitta korobkani. 315 talik korobka, ya'ni nima degani bu? 3 ta oldinga, bitta orqaga 50 oxirgi 315 talik bo'ladi korobka. Bu standartniy korobka. O'sha XMG FNlarda bo'ladi 315 talik, 3 ta oldinga, bitta orqaga degani 5-seriya orqasidagi raqami 315 bo'ladi. Keyin 428 talik bo'ladi. 4 ta oldinga, 2 ta orqaga degan 8-seriya degan. O'sha KN modeliga qo'yiladi. 428 talik korobka FN modeliga qo'yiladi. Standartniy bu kichkina korobka deyiladi. 315 talik korobka. Endi o'sha KN hamma bilgan katta korobka degani, e'tibor beringlar. Bu yerda 415 millionmi, 410 milliondan sotilyapti. O'sha 34 mingmi bo'ladi. U 1.8 sotilyapti. Bizda 201 kubaligi katta korobka, 201 kubaligi katta korobka 31 mingga keladi. 1.8 lik katta korobkani 34 mingdan sotilyapti. Hamma salon har xil sotadi, lekin eng arzon biz sotamiz. Solishtiringlar. Nomi o'zimizning brend bo'lib keladi, lekin ichi o'sha sizlar hamma o'rgangan Vichay motor, o'sha katta korobka. O'sha XMG, STLGlarda qanaqa zapchastlar bo'lsa, hamma narsa o'sha birga bir o'sha pogruşik keladi. O'sha klientlarimiz zakaz berdi. Keyin yana bitta narsa, Yanmar ekskavator bormi deysizlar? Bor. Bu klientlarga shunaqa juda ko'p so'raydi. Yanmar ekskavator, o'zi Yanmar u motor qo'yiladi. Ekskavator любой Xenyuga ham Yanmar qo'yaveradi. Любой boshqa ekskavatorga ham nima
Xohlasangiz XCMga ham qo'ydirsangiz bo'ladi. Yuchayni o'rniga Yanmar qo'yasiz prosta. Gidronasoslari o'sha Kawasaki desangiz Kawasaki, libo boshqa bo'lsa, Hinchay motor desangiz Hinchay, Yanmar desangiz Yanmar, Cummins desangiz Cummins qo'yib beramiz. Bizda eng arzoni ekskavatorda 35 ming 7 tonnalik. Ichida nima kiradi? 6 xil narsasi kiradi. 3 xil kovushi, adapteri, gidromolut, chelust, qaychi deydi-ku, kovushni yopadigan. Shuncha narsasi ichida biriga 35 ming narxi. Tan narxi. Pad zakaz keladi. O'sha klientlarimiz zakaz berib bo'lgan. Boshiga 20 ming yo 25 ming berasiz. Qolganini kelgandan keyin texnikani qabul qilib olganingizda. Qachon keladi? 1 oyda keladi, 30 kunda. Cho'zilib ketsa 40 kunga cho'zilib ketishi mumkin, lekin kutganingizga arziydi. Любой boshqa joy bilan solishtiring. Yanmar ekskavator olmoqchiman deydiganlarga, 85 talik Yanmarlarimiz ham bor. 85 talik ekskavatorimiz 8 tonna. Bir xil ekskavatorlar 90 talik yo 95 talik bo'ladi, 6,5 tonna bo'ladi. Bizda unaqa standartniy narsa yo'q. 85 talik ekskavatorimiz bor, 8 tonna avtomat korobka. E'tibor beringlar, шестеренчатый nasos emas, поршневой nasos. Kim bilmasa YouTube'dan ko'rib olsin. Шестеренчатый nasos nima? Поршневой nasos nima degan. Поршневой baquvvat bo'ladi. Qimmatroq bo'ladi. Поршневой nasos qo'yilgan. Yanmar desangiz, Yanmar qo'yib beramiz. Narxi 40 ming. Standart o'zini motor bo'lsa 40 ming, Yanmar qo'yib bersa 42 ming bo'ladi. Bunda ham komplektida 6 xil narsasi bor. O'sha qaychisidan tortib gidromolut, adapter, 3 xil kovush. Keyin har bitta ekskavatorimizda oyoqlari bo'ladi. Nima? Outrigger, nima? Oporniy stoykalar deydi, oyoqlarida. Shu nimalari, keyin atvali ham bo'ladi, surgichi. Shu ikkalasi ham bo'ladi har bitta ekskavatorimizda. Keyin 150 talik ekskavator kerak deganlarga 150 talik ham pad zakaz bor. Bitta nali ichida 110 ming, 100 mingdan sotilyapti. Bizda xuddi o'sha 150 talik ekskavator Cummins motorli, hamma texnikamiz apparat motor 75 mingga keladi. 75 mingga. Mana shu video kimdir buni yangi yildan keyin ko'rishi mumkin, bu videoni kimdir sirazi ko'rishi mumkin. Bizda любой погрузчикmi, ekskavatormi boshqa joyga qaraganda arzon. Sotuvchilar ham bizda обязательно ko'radi. O'sha sotuvchilar ham solishtirsin. O'zidagi bor narxni men bilaman, даже mini ekskavatorlar 60 ming, 50 mingdan sotilayotganlar ham bor. Endi hammani bozorini bersin. Endi nima deydi, demoqchi bo'lganim, bozorda shunaqa variantlar ham bor. Men o'tgan safar video chiqardim. Bitta klientimiz o'sha mini ekskavatorini 38 mingga qo'yibdi. Olgan, kreditini to'la olmagan, 38 mingga sotuvga qo'yibdi. Telefon qildim, aka, bizda 35 minglik komplektini beryapti, yangi. Sizniki 150 motorchasi ishlagan ekan. Narxi 30.500. Qo'ying, sotib oling deb sizlarga taklif bergan joyim edi. O'zi ekskavatorning narxi minilar 35 mingdan boshlanadi. Bu yoq 34 mingga ham bor, to'g'ri. Komplektida hech narsasi yo'q-da. U aka 35 ming deyapsiz, 34 ga ham bor, ko'rganmiz deyishlaring mumkin. Uni o'zim ham bilaman. 34 ga ham bor, lekin komplektida hech narsa yo'q. Komplekti deganim sizlarga hozir $3000 narsani sanab tashamda. O'zida kovushi bo'ladi. Undan tashqari planirovочный, transheyniy kovush. $350 dan bo'lganda ham $700 bo'ladi. Adapter 500 yo 1000 hisoblang. Ustiga $1000 ga gidromolut hisoblang. Qaychisi hisoblang. Mana shu narsalar yo'q. Bizda mana shu narsalar bilan 35 mingga mexanikasi bor, 40 mingga avtomati bor, 42 mingga avtomatni xohlasangiz Cummins, xohlasangiz Yanmar motorini qo'yib beramiz. Kawasaki o'sha sizlar o'ylagan nasos, gidronasos bo'ladi. Yana nima? Mana zakaz qilgan klientlarimizda ekskavatorlar yaqinda keladi. Uni videosini chiqaramiz. Pogroshilarimiz o'sha $25,000 ga degan pogroshilarimizdan biri 8lar keladi. Uni ham videosini chiqaramiz. O'zlaringiz solishtirib ko'rasizlar. Bozorda bizdan arzon narx yo'q. Bu gapim nafaqat xaridorlarga, sotuvchilarga ham buni aniq ko'radi. Hamma solishtirsin. Narxni kim nech puldan sotyapti? Misol hamma texnikaning narxini men misol yoddan bilaman. Kimda qanchadan texnika sotilyapti. Ekskavator faqat pogroshiy ekskavatorlarga bog'liq bu gapim. Solishtiringlar. Prosta men bugun bu videoni chiqarmoqchi emas edim.
blogerlar bir ikkitasi